ona tabiat go'zalligiga intilib yashash o'sha chayni deydi xitoyliklar. Yana bular yana bir nomi bor ekan, buni aniqlab yana aytaman. Shu turgan mehmonxonamiz atrofidan yaxshi bir tabiiy go'zallik yaratishga harakat qilgan. Xo'sh, mana bunaqangi dam olish bitta joyida turibman. Mana skameykalarda o'tirsam ham bo'ladi. Xo'sh, bir yaxshi ko'l bor. Menimcha bu tabiiy ko'l bo'lgan. Mana o'sha ko'lni bo'yidaman. Bu go'zalliklarni ko'rib, beixtiyor o'zimning Toshkentimdagi go'zalliklar, Samarqanddagi mana shunday tabiiy go'zal joylar bot-bot yodga tushadi. Haqiqatan yaxshi rivojlangan, osmono'par binolari ko'p. Endi aholisi ham shunga yarasha. Lekin albatta e'tibor tortadigan joylar bor. Xo'sh, yo'llari tekis. Bizda ham tekis yo'llar juda ko'p. Endi bu yerda qaydadir ham o'ydim chuqur yo'llar ham topilishi mumkin, lekin men uni izlab bu yerdan kir axtarib kelmaganman, nur axtarib kelganman. O'zimni yurtim qanday nurli bo'lsa, mana bu Chin o'lkasi, Xitoyning Sian shahri ham mana shunday go'zalliklarga boyligini ko'rib turibman. Bu qadimiy shaharlarimiz 3000 yillik bir-biriga qadrdon shaharlar bo'lgan. Chunki bu shahardan Buyuk Ipak yo'li boshlanib, bizning o'sha Toshkent va Samarqandlar osha, bizning yurtimiz osha shunaqasi Anqaragacha borgan, uni suratlari ko'p bora berilgan. Go'zal, haqiqatan ham go'zal. Ko'rib odam ko'zing quvnaydi. Shu men tasavvur qilgan, hali borib ulgurmagan Tokio, Nyu-Yorklarga o'xshab ketadi. Balki ulardan ham chiroylidir. Endi ularni ham shu televizorda, kinolarda ko'rganmiz, lekin men mana hozir Chin davlatini, ya'ni bir asalari atrofimda aylanishini qarang. O'sha Xitoyni ko'hna poytaxti, bizni Samarqandga o'xshagan ko'hna poytaxti Sian shahri haqiqatan ham navqiron, ham ko'hna shahar. Bizni yurtdoshlarimiz, millatdoshlarimiz hammasi mana shunday shaharlarga kelib, yayrab, ko'rib, hayot gashtini surishini istayman. Azizlar, do'stlikka nima yetsin? Mana shu yurtimiz O'zbekiston, ona O'zbekiston mustaqil bo'lganda birinchilardan bo'lib mana shu dunyoning qudratli mamlakatlari Amerika, Xitoy, Turkiya mana shu bizni mustaqilligimizni tan olib, har tomonlama hamkorliklarni yo'lga qo'ygan. Sizdan bu samolyot uchib kelaversin, bizdan bunday samolyotlar uchib boradi degan qancha bitimlar bo'lgan. Xo'sh, mana qancha mamlakatlarga samolyotlar yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan bu yoqqa. Bulardan nechta samolyot, bizdan nechta O'zbekiston havo yo'llaridan samolyotlar qo'yilgan. Bularni tashkil qilguncha davlatimiz rahbarlari, mutasaddilar qancha mehnat qilganini his qilyapman. Iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy, ilmiy aloqalar yo'lga qo'yilishi bu hazilakam ish emas. Buni his qila olish kerak. Endi biz shunga munosib ilm ijod qilishimiz, shu do'stlik rishtalarini mustahkam bog'lab, bir-birimizdan andozalar olib, xo'sh, yanada rivojlanib, yanada yaxshi yashashga erishaverishimiz kerak. Sian shahridan o'zimning O'zbekistonim uchun maxsus Donish domla. Salomat bo'ling.